biza jeleni O'zbekistonga kim olib kirayotganini topib, o'zimizga muassorga ham sotuvga zakaz qildik. Chunki mana o'zim rezultat ko'ryapman, ozivyapman, terim taranglashyapti. Prям terim kачествосini yaxshilanayotganini sezyapman. И apetiti juda ham qattiq bo'g'adi, lekin homiladorlikka mumkin emas, emizikligiga mumkin emas. Keyingi haftada muassorda ham bo'ladi. Hozircha bulumni olib tursanglar bo'ladi. O'zimizga ham sotuvga olib keldik. Yana bir narsani aytaman, faqat bir kunda bittadan ortiq yemanglar. Men ba'zi kunlar 2-3 yedimda umuman ovqat yemay qoldim. Keyin metabolizmni tezlashtiradi. Menga shunisi yoqdi. Xullas, juda ham ko'p ishtaha bo'ladiganlar metabolizmni sekinlashtirib qo'yadi-yu, bu metabolizmni tezlashtiradi. Menga juda ham yoqdi.